Test materiallardan foydalanish. Abituriyentlar test materiallaridan foydalanishda quyidagilarga e'tibor berishlari lozim. Birinchi navbatda abituriyent javoblar varaqasining o'ziga tegishli ekanligini hamda test topshiriqlari kitobidagi fanlar majmuasining abituriyent ruxsatnomasida ko'rsatilgan fanlar bilan mosligini tekshirib olishi kerak. So'ngra test topshiriqlari kitobining nuqsonsizligini ko'zdan kechirish lozim. Bunda majburiy fanlarda 10 tadan, mutaxassislik fanlarda 30 tadan test topshirig'i mavjudligi, har bir test topshirig'ida 4 tadan muqobil javob varianti berilganligi, test topshiriqlari kitobining sifatli chop etilganligi tekshiriladi. Javoblar varaqasi abituriyentga tegishli bo'lmasa, test topshiriqlari kitobidagi fanlar mos kelmasa yoki test topshiriqlari kitobida nuqson borligi aniqlansa, bu haqda guruh nazoratchisiga xabar berish lozim. Abituriyent test materiallarini tekshirib olganidan so'ng test topshiriqlari kitobi va javoblar varaqasiga o'z familiyasi, ismi va otasining ismini yozib, imzo qo'yadi. Shundan so'ng javoblar varaqasiga test topshiriqlari kitobi raqamini yozib, mos doirachalarni bo'yaydi. Fanlar majmuasiga ko'ra abituriyentlarga kimyoviy elementlar davriy jadvali, doimiy fizik kattaliklar va shartli belgilashlar jadvali hamda kimyo, fizika va matematika fanlaridan asosiy formulalar jadvali taqdim etilishi mumkin. Test sinovlari boshlangunga qadar test materiallari bilan ishlash taqiqlanadi. Test sinovi boshlanganidan so'ng abituriyent test topshiriqlarini bajaradi. Javoblar varaqasida ko'rsatilgan tartibda javoblarni belgilaydi. Bunda abituriyent test topshiriqlari kitobidan qoralama sifatida foydalanishi mumkin. Javoblar varaqasi abituriyentning bilimini baholash uchun asosiy hujjat bo'lib, har bir test topshirig'iga faqat bitta javob ko'k sharikli ruchkada belgilanishi shart. Agar bitta test topshirig'iga 2 va undan ortiq doiracha bo'yalsa yoki javoblar varaqasidagi belgilash uchun namunaga rioya etilmagan holda doiracha to'liq bo'yalmasa, ushbu test topshirig'iga ball berilmaydi. Diqqat! Javoblar varaqasida bo'yalgan javoblarni o'zgartirish mumkin emas. Test topshiriqlarida xatolik aniqlansa, abituriyent bu haqda guruh nazoratchisiga xabar beradi va buni e'tirozlar blankasiga rasmiylashtiradi. Abituriyent test sinoviga ajratilgan vaqt ichida test topshiriqlarini ishlab, test materiallarini to'liq holda guruh nazoratchisiga topshiradi. Belgilangan vaqtda test materiallarini topshirmagan abituriyent test sinovidan chetlashtiriladi va uning natijalari hisoblanmaydi. Sizga test sinovlarida muvaffaqiyat tilaymiz.